U zoti va barakot, Baqara surasini bilasanmi deb so'radilar. Yigit ha dedi. Payg'ambar alayhissalom, boraver, sen ularga amirsan dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu kechasi Baqara surasini o'qiyotgan edi. Yaqinida oti bog'liq turar edi. Birdan ot tipirchilab qoldi. Qiroatdan to'xtagan edi, ot ham to'xtadi. Yana o'qigan edi, ot ham tipirchiladi. O'g'li Yahyo yaqinida uxlab yotardi. Ot bosib olmasin deb borib uni qo'liga oldi va boshini osmonga ko'tardi. Tong otgandan so'ng hodisani payg'ambar alayhissalomga so'zlab berdi. U zot, o'qi, ey ibn Huzayr dedilar. U bo'lsa, ey Allohning rasuli, Yahyoni bosib olmasin deb qo'rqdim. Uning yaqinida edi. Boshimni ko'tarib uning oldiga bordim. Osmonga qarasam, bulutga o'xshash narsa,